Buni ko'tarasizmi? O, menga ko'taring. Ko'taring. Yuring. Qo'limdan sirg'anib ketyapti. Vaqtimiz. Nafas qo'ying. Abdulaziz, Mo'min aka nima qilyapsizlar? Turkiyani tezroq o'ynamaymizmi? Biz ham o'ynamayapmiz, iroda va og'ir ekan. Uf, bitta ish ham eplay olmaydi bular. Men uni ushlab turing. Qochib turing. Erkaklar. Shuni ertaroq kelib ko'tarsa bo'lardi-yu o'zi. Shu yerda qiynalib ko'tarib yuramiz. Xo'p, boshlaymizmi? Davay aka. Xullas, biz boshladi Turkiyaga 2 kishilik yo'llanmani qaysi omadli ishtirokchimiz qo'lga kirita olishini bilamiz. 800 bitta odam ichidan bitta odam shu yo'llanmani yutib oladi. Omadli do'konlarning ichida eng omadlisi. Random orqali sizlarga namoyish qilamiz bu narsani. Random orqali belgilaymiz o'sha odamni. Ana o'zimizdan o'zimiz bundoq emas ekan bu. Generировать bosamiz. 1, 2, 3. Va shu qaysidir ishtirokchimizni bilmaymiz. O'shalarning raqamlari. Bularga telefon qilib ko'ramiz-da, to'g'rimi? Aha. Chiqdi. Hozir ko'ramiz qaysi do'kon ekan va bularga sразу telefon ham qilamiz. Leader Optum do'koni. Ha, jon ilomimiz. Yo'q. Bu ketdi. Tabriklaymiz sizni aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kim bo'ldingiz? Aka, sizni hozir biz Premier efirda bitta yutuq bilan tabriklamoqchimiz. New Dister kompaniyasi orqali sizni bitta yutuq bilan tabriklamoqchimiz. Siz 1 million 44 ming so'mlik Flyers ichimligini sotib olgan ekansiz. Ana o'shani hisobiga hozir Turkiyaga 2 kishilik bilet yutib oldingiz aka. Tabriklaymiz. Aka, nima qilasiz? Olasizmi, olmaysizmi? Olamiz, xudo xolasa. Kim bilan ketyapsiz? Bo'ldi aka, men bitta sherigim bor. Sizlarchi? Yo, menmi sizga sherik? Bo'ldi aka, tabriklayman. Bundan da qarang, 1 millionlik qarang, aka alam qiladi odamga. 1 millionlik Flyers olib Turkiyaga ketyapsiz, hozir. Qo'y. Hani 1 milliongina sarflabsiz. 100 dollar ham emas, aka. Omad bu hozir omadingiz ustidan kulib turdik. Yurish kerak bu odamlar. Zamonlar ketdi. Gap yoki yungan ekansiz. Bratam, tabriklayman. Iloyim xayrli qilsin. Maza qilib dam olib keling.